O, jillimsen? Kortej kerak emas. Kelindi vertolyotda olib kelamiz. Non, to'yga non kerak emas. Go'shtning ustiga go'sht qo'yib yeydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimiz, hurmatli mijoz. Ukamni to'y etdi, menga shunga 10 dona yuzik bering, eng zo'rlaridan bo'lsin lekin. Voy, 10 dona yuzik kerakmi sizga? Sizga eng yaxshilaridan beramiz. Bo'ynidan 1 kilo sepchgan bering. Bizlarni ko'rganda bo'yni egilib tursin. 1 kilo deysizmi? 1 kiloni yetasiz. Joy qurajaksizmi undan? Endi nima olsam ekan? Brasletimiz ham, braslet kerak emasmi sizga? Brasletni ko'payib bermang, qo'li o'g'irlashib ishlamay qoladi u. Ha, unda bir dona olsam bo'laveradi. Bir dona braslet berib qo'yavering. Kelinni o'ylabsiz, o'zingizga, o'zingiz olmaysizmi? O'zi oltinman axir. Yaxshi qo'ymadingiz. Men eng zo'r komplektingizdan bering. Aytgancha to'yg'ada Yulduz Usmonova keltirib, mening komplektimni ko'rib turib, "Mangada" deb qo'shiq aytsin, yaxshimi? Bu sizga ham yarashib qo'yadi, bir ko'ring. Rahmat. Ha, aytgancha bulardan muddatli to'lovga olganim hech kim bilmasin. Ikkimizning o'rtamizdan sir. Kelishib bir olamni buzuydi bu. Vertolyot deb 10 vertolyotda aytadi o'xshaydi bu. Pes.